1. Kirish. O'rta Osiyo qadimdan ilm-fan, san'at va madaniyat beshigiga olib kelgan. Bu zamin matematik tafakkur, me'moriy uygunlik va tasviriy ifoda san'atining rivojlanishida muhim o'rin tutgan. Grafika fani, chiziqlar, shakllar va belgilar orqali mazmunni ifodalovchi san'at sohasi bo'lib, O'rta Osiyo xalqlari bu sohada jahon madaniyatiga beqiyos hissa qo'shgan. Qadimdan to raqamli davrgacha grafik ifoda inson tafakkurining eng asosiy vositalaridan biri bo'lib qolmoqda. 2. Qadimgi davr, grafikaning ibtidosi. O'rta Osiyoda grafika san'atining ildizlari eramizdan avvalgi 1000 yilliklarga borib taqaladi. Zarovtsoy, Sarmishsoy va Saymali tosh kabi joylarda topilgan petrogliflarda insonlar hayoti, ov jarayonlari va diniy marosimlari chiziqlar orqali aks ettirilgan. Bu tasvirlar sodda ko'rinsa-da, chuqur ma'noga ega bo'lib, inson tafakkurining tasviriy ifodasi boshlanganini ko'rsatadi. Keyinchalik Sukt, Baktriya va Xorazm yozuvlari shakllanib, grafikaning belgili va yozuvli shakliga o'tildi. 3. Xattotlik san'ati va yozuv grafikasining rivoji. Islom madaniyati kirib kelgach, grafika xattotlik san'ati bilan uygunlashdi. Arab yozuvi asosida kufiy, nask, suls, nastaliq kabi yozuv turlari shakllandi. Xattotlik diniy, ilmiy va adabiy qo'lyozmalarda nafis grafik ifodaga ega bo'ldi. Mir Ali Tabriziy va Sulton Ali Mashhadiy kabi ustalar yozuvni san'at darajasiga olib chiqishdi. Bu davrda yozuv me'moriy naqshlar bilan uygunlashib, madrasalar va masjidlarda bezak elementiga aylandi. 4. Miniatyura va bezak san'ati. Xv asrlarda O'rta Osiyoda miniatyura san'ati yuksak taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Samarqand, Buxoro va Hirot maktablari bu borada yetakchi bo'ldi. Kamoliddin Behzodning Layli va Majnun va Yusuf va Zulayho asarlari chiziq, rang va shakl uygunligini mukammal ifoda etdi. Me'morchilikda esa Shohizinda majmuasi, Guri Amir maqbarasi va Ulug'bek madrasalaridagi geometrik naqshlar grafik tafakkurning eng go'zal namunalari bo'lib qoldi. 5. Jadidchilik davrida bosma grafika. Asr oxirlarida jadidchilik harakati paydo bo'ldi. Bu davrda grafika san'ati matbaachilik orqali yangi bosqichga ko'tarildi. Taraqqiy, Sadoy Turkiston, Hurriyat gazetalarining sahifalarida chiziqli rasmlar, bezaklar va ramzlar paydo bo'ldi. Jadid ziyolilari grafika orqali milliy uyg'onish, ma'rifatparvarlik va yangilanish g'oyalarini targ'ib qildilar. Shunday qilib, grafika ilk bor ommaviy axborot vositasi sifatida ishlatila boshlandi. 6. Asrda plakat va dastgoh grafikasining yuksalishi. Sovet davrida grafika san'ati yangi yo'nalishlar bilan boyidi. Plakatlar siyosiy va madaniy targ'ibotning asosiy quroliga aylandi. Mahmudjon Toirov, Usto Momin, Chingiz Ahmarov, Rahim Ahmedov kabi rassomlar plakat va dastgoh grafikasida o'z maktabini yaratdilar. Ofort, litografiya, linogravura kabi texnikalar yordamida grafik asarlar san'at darajasiga ko'tarildi. Shu bilan birga grafika fan sifatida oliy ta'limda o'qitila boshlandi. 7. Mustaqillik davrida milliy grafika. 1991 yildan keyin grafika san'ati milliy ruhda yangi bosqichga chiqdi. Javlon Umarbekov, Bahodir Jalolov, Akmal Nur singari rassomlar asarlarida mustaqillik, vatanparvarlik va zamonaviy estetik qarashlar aks etdi. Milliy grafika nafaqat badiiy ifoda vositasi, balki ozlikni anglash, tarix va kelajakni bog'lovchi madaniy ko'prikka aylandi. 8. Raqamli davr va grafik ta'lim. 21. Asrda grafika raqamli texnologiyalar bilan yangi bosqichga ko'tarildi. Kompyuter grafika, web dizayn, 3D animatsiya, brending va logotip san'ati rivojlanmoqda. Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, Toshkent davlat pedagogika universiteti va boshqa oliygohlar bu yo'nalishda mutaxassislar tayyorlamoqda. Markaziy Osiyoning barcha davlatlarida grafika fanlari ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. 9. Xulosa. Grafika san'ati O'rta Osiyo tarixining barcha bosqichlarida uzluksiz rivojlanib kelgan. Qoya suratlardan tortib raqamli dizayngacha bo'lgan bu yo'l inson tafakkurining badiiy evolyutsiyasidir. Har bir davr o'z uslubini, milliy ruhini va zamonaviy ifodasini olib kirgan. Bugun O'rta Osiyoda grafika, san'at, ilm va texnologiyani birlashtirgan ijodiy yo'nalish sifatida jahon miqyosida e'tirof etilmoqda.